Dada, xotinimni ko'rmadingizmi? Uni xotining sening bilan birga turibdi. Jon kennajonim, ozgina dam oling, bu ishlar tugamaydi. Qaynisinim, meni hozir shu o'tirishimni akasi ko'rsa bormi? Meni rotasiga qaratib o'qiydi. Men bu eshikda kelinman, ishlarni qilishim kerak. Akamga o'zim javob. Siz bu uyga faqat ish qilgani kelmagansiz. O'ynab kulib yashagani kelgansiz. O'zimi kennajon. Dada, O'g'lim, sinimni muno qilyapti. men ham o'zimga kela olmayapman qara. Bunaqa mehribon qaynisingilni ko'rmaganman. Yaxshi bo'lsin-da ish qilib. Xudo xola, sizga katta rahmat shunday qizni tarbiyalab bizga kelin qilib berganingiz uchun. Bo'pti-da, singlim. O'zimi jon kennajonim. Mana uzumlardan ko'p ming. Jiyanimga foydali, qon bo'ladi. Men, yuring sizga. Xolodilnikda shoptoli boshini shoptolab beraman. Singlim 4 kundan beri xotinimga 4 yosh uzum yedirib yubordi-da. Ha, mayli yesa yedirvorsin. Men xotining uchun ishlayapman, o'g'lim. O'zi men to'g'risini aytayim, men shu uyga kelin bo'lib tushganingizdan beri yoqtirmaganman. Men ham sizga jam mubtalo emasman. Sizni ko'rdimlikda ilonni eslayman. Akaman Esmeraldami deyman, qaysi dedi bilan sizga uylangan? Nima dedingiz? Yangi yilda o'tiradigan baqillarni bilasizmi? Xuddi shunga o'xshab paq qilasiz siz. Anakonda. Dada, mana endi bular o'ziga sal yarashadigan ish qildi. Men ham 3-4 kundan beri o'zimga kela olmayotgandim. Yur choy ichaylik, ko'y choy Ketdi. ichaylik. Ekanamiz yolg'onni urishib qo'ysa, dadajonim akangiz ham ishonmabdi. Keyin ham sizni xafa qilgandichi, tuyaman. Sizni ham xafa qilganda shunday sartorishaman, bitta kalla qo'shiqdan ketkizib qo'yaman. Siz bugundan boshlab meni qaynisinglim emas, singlim.